lyustramiz maxsus zakaz asosida qildik. Brus 80lik. Burchaklardagi ugoniylarimiz alyumindan qilingan. Aylanasiga 16 ta 7 lik galogen ishlatilgan. O'rtasida 36 lik plafon qo'yilgan. Assalomu alaykum o'rmon obunachilari. Bugun sizlarga yana bitta yangiligimiz bor. Bundan oldingi videoyimizda ko'rgan bo'lsalaring high-tech lyustramizni yangi ranglari chiqdi. Endi Brus 80 lik razmerdagisi chiqdi. Xo'p, bu high-tech lyustramiz mana bu tarafda ko'rsalaring 90 ligi bor. Bu o'sha avvalgi videoyimizda qildik buni va bu tarafda bu lyustramiz maxsus zakaz asosida qildik. Brus 80 ligi. Xo'p, lyustramiz bo'yicha ozroq ma'lumot bersak, lyustramiz asosiy mana bu oq qismi, ya'ni MDFdan ishlangan, burchaklardagi ugoniylarimiz alyumindan qilingan va lyustramiz yoritish tizimiga kelsak, undan oldin xo'p, yoritish tizimini yoqib olamiz. Mana yoritish tizimini ham yoqib oldik. Xo'p, yoritish tizimida nimalar ishlatilgan? Aylanasiga 16 ta 7 lik galogen ishlatilgan. Mana shu ko'rib turganlaring galogen deyiladi. O'rtasida 36 lik plafon qo'yilgan. Undan tashqari, o'rta qismiga, ya'ni lyustramiz o'rta qismiga diod montaj qilingan. Bu ham lyustramiz yanada yorug'roq bo'lishiga ta'minlaydi. Xo'p, lyustramiz razmeri aytganimizdek Brus 80. Yani Brus 80 bo'lishiga qaramasdan, agar siz bu lyustramizni rombiy shaklda qo'yadigan bo'lsangiz, yani tikka machasiga qo'yadigan bo'lsangiz 255 joyda egallaydi. Ya'ni menga Brus 80 lik yetmaydi, ya'ni kichkina deydigan bo'lsangiz, rombiy shaklda o'rnatsangiz bemalol joyingizga yetadi. Hop, bu lyustramizni Brus 80 lik, Brus 35 lik, Brus 20 lik va 90 lik razmerlarda chiqarib bera olamiz. Agar siz buyurtmoqchi bo'lsangiz, bemalol quyidagi raqam bilan bog'lansangiz, O'rmon kompaniyasidan, ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'ldan xarid qilgan bo'lasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun kommentariyaga yoki plus qoldiring yoki quyidagi raqam bilan bog'laning. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.